Hayzingiz vaqtida va og'riqsiz kelishini xohlasangiz va hayzdan keyin ortiqcha vaznda qiynalmaslikni xohlasangiz, ushbu mahsulotlarni umuman iste'mol qilmang. Tuzli mahsulotlar, kereshkalar, chipslar va sirli palchikalar. Tuzli mahsulotlar suvni o'ziga saqlab turganligi uchun sizda ortiqcha achchoqlar, ya'ni shishlarga sababchi bo'ladi. Undan tashqari hayzni bir necha barobar og'riqli o'tishini ta'minlaydi. Achchiq mahsulotlar. Kapsaitsin oshqozon hazmini buzadi. Bu esa oshqozon dam bo'lishiga, qorin og'riqlariga va hayzingiz yanada og'riqli o'tishiga va hayz siklini buzilishiga sababchi bo'lishi mumkin. Shirinliklar, pechenyelar, tortlar va har xil shokoladlar. Qovurilgan va qayta ishlangan mahsulotlar, ya'ni fast foodlar, pitsalar, burgerlar kiradi. Bu mahsulotlarda trans yog'lar ko'p bo'lganligi uchun qorin atrofida yog'lar yig'ilishini, qorinda damlik bo'lishini, oshqozon hazmini buzilishini ta'minlab beradi. Bu esa hayzingiz og'riqli o'tishiga sababchi bo'ladi. Kafeinlar, ya'ni qahvalar, energetik ichimliklar va gazli ichimliklarda ko'p bo'ladi. Bu mahsulot qon tomirlarini qisqartiradi. Bu esa hayzingiz yanada og'riqli o'tishini ta'minlaydi. Oson va tez vazn tashlashni xohlasangiz esa blogimga obuna bo'ling.